Xizmat bo'lsa aytamiz, kamchilikni hali aytamiz. Andijondagi tadbirkor akalarimiz bilan dachaga chiqqanmiz. Qaranglar, o'zimiz sohamizda kamera to'g'risida bitta tushunchasini so'raymiz. Aka, kameralar qalay ishlayapti? Do'konimizdan Do'kondagi kameralar yaxshi ishlayapti. yaxshi ishlayapti, muammolar yo'qmi aka? Muammolar yo'q. Muammolar bo'lsa xalqqa beryapsizlar. Ha, aka qarang, kameralar qalay ishlayapti? Kamera zo'r ishlayapti. Zo'r ishlayapti. Bitta ko'raylik. Roman chorvoqdan turib kuzatib turibman. Hozir barcha akalardan qarang. O'zimiz tadbirkor akalarimizdan birma-bir xizmat ko'rsatganmiz-da, mana sizga ko'rsatganmiz, Otabek akamga, Isroil akamga shularni bir qator ko'raylik degan maqsadda bilishda video qilyapmiz. Bitta ko'rsatib qo'ying. Do'konni eshigini tagiga qo'ygan, bemalol kuzatib tursa bo'laveradi. O'zi eng arzon kamerani akamga qo'yib berganmiz. Oddiy, soddasini. Ukam o'ta arzonga qo'yib bergan, bemalol Andijon oblast bo'yicha murojaat qilaversa, kamera bo'yicha chempionlik ekan. Hozir bitta Otabek akam o'zidan bitta bilamiz. Assalomu alaykum. Uzroma gaplaringiz bo'ldim, aka. Charchamayapsizmi? Damlarda olyapsizmi? Aka, hammani yiqqaningizga rahmat. Kameralarimiz qalay ishlayapti, aka? Do'kondagimi? Do'kondagi. Zo'r-ku. Nima muammo, aka? To'ralar filialimizga qo'yib bergan, suv muammo yo'q. Bo'ldi. Qanaqa foydali xususiyat bo'lyapti, qanaqa zarar aka kamerani? Foydasi shu, nazorat qilib turibmiz onlayn. Hammasini Hozirdan o'zimiz ko'rib berganmiz. gapirib, padachalar beryapmiz aka. Ha, bo'ldi aka. Xizmat bo'lsa, kamchilik bo'lsa bemalol aytaverasiz. Xudo xolasa xizmatdamiz aka. Xizmat bo'lsa aytamiz, kamchilikni hali aytamiz. Ha, bo'ldi aka. Xo'p, rahmat.